O'rta, shunaqa voqealar bo'ldi-da. Mayli do'stim. Siqilma. Hammasi yaxshilikka. Oldingda ham xijolatman. Olgan qarzim ham ancha cho'zilib ketdi. Shuni olib qo'ydim, olib qo'ysang. O'zi boshingda shuncha tashvishing turgan ekan do'stim. Ma, shu pulni ishlatib turur. Yo'q, o'rta, rahmat. Pulimni ololmasang kerakmi deb kech yoruvdim. Qattiq insof kelib qoldi bunga. Haftada qarzimni hisoblab bersangiz berib ketmoqchi edim. Ha, qarzingizmi? Bo'ldi. Hozir. Akangizniki 926 ming ekan. 926 ming? Okey, sal cho'zilib ketdi mana 1 million. Rozi bo'ling, o'chirib qo'ying aka. Video olyaptimi xo'jayin? Omad beton zavod qurishdan oldin don va kottejlar qurardim. Bizga sifatsiz betonlar kelgani uchun beton sohasini juda og'zimiz kuygan. Shu sababli shu zavod qurib, xalqimizga sifatli, mustahkam betonlar yetib borsin deb 500 markali sementlar va begavot armaturalardan ishlatyapmiz. Mana 1 yil bo'ldi, Xudoga shukr, viloyatlar ichi va Toshkent shahar, Toshkent tumanigacha, viloyatlarigacha yetkazib beryapmiz. Bo'ldi. Intervyuni qolganini ofisga kirib olamiz. Bo'ldi-da. Hozir bir kishi kelibdi, shunday qarab oray. Keling, xizmat. 5-6 oy avval qarz bo'lib ketdim. Shu masala bo'yicha kelayotgandim. Yuring ofisga gaplashamiz. Qanaqa qarz bo'lib qoladingiz? 5-6 oy avval Andijonda ko'p qavatli bino qurilganda sizlarning mahsulotinglarni olib ozgina qarz bo'lib qoldim. Quruvchilar to'liq pulni berganmidi yo ular qarz bo'lib qolganmidi? Quruvchilar baraka topsa hamma pulni bergan. Nafsimga qul bo'lib ozgina ishlatib qo'ydim. O'shandan beri farzandlarimning notinch, kasalligini ko'rmaysizmi? Hech tuzalmaydi. 2-3 martalab avariyalar bo'lib ketdim. Keyin ishim yurishmaganligim bitta domlaning yoniga bordim. Gapirib turdilar, oxirida aytdilarki, birovda haq o'tib qoldi shekilli sizga dedi. O'shandan bag'iga mashinalarimni sotib, qarzlarimni qutulib kelyapman. O'zi hisoblab ko'rsam 6,5 million qarzim bor ekan. Yig'ib terib 3,5 million olib keldim. Minib yurgan mashinam ham arenda, kira qilib pul topyapman. Ozgina muhlat bersangiz 3 milliondan tez orada qutulib ketaman aka. Xursand bo'ldim. Shu pulni yarmini bo'lsa ham olib kelib, aka qarzim bor edi deganingizga xursandman. Chunki hozirgi paytga kelib juda ko'pchilik qarz bo'lib yo'g'ib qolgan odamlar bor. Mana qilamizda, Omad beton zavodidan qolgan 3 million sizga hadya. Endi qarzim yo'q deb hisoblang, maylimi? Yo'q, meni xijolat qilmang aka, beraman, albatta beraman. Xijolat bo'lmang, qarzim yo'q deb hisoblang. To'g'risi xursand bo'ldim qilgan ishingizdan. Aka, sizda insonlar ko'paysin.